texnologiya ta'lim va uni o'qitish metodikasi. Ushbu fandan mavzumiz texnologiya ta'limining shakl va metodlari. Mavzumizga biz reja qilib quyidagilarni olganmiz. Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanining shakl va usullari, metod tushunchalari va uning turlari, o'quv bilish faoliyatini tashkil qilish metodi va ular orasidagi bog'liqlik, o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatishning shakl va usullari hamda didaktik materiallardan foydalanish metodlarini reja qilib olganmiz. Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanining shakl va usullari haqida gaplashadigan bo'lsak, mashqlar bu olingan bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi. Amaliy ishlar o'quvchilarga egallagan bilimlarni amalda qo'llashni o'rgatishga yordam beradi. Texnik vositalar qo'l texnologiyasi mashg'ulotlarida kasblar bilan tanishtirish, amaliy ishlarni bajarish texnologiyasi, xavfsizlik texnik qoidalarini tanishtirishda, turli lavhalar namoyish etishda qo'llaniladi. Ilmiy texnik tafakkurning borgan sari yoshlarning fan texnikaning jo'shqin rivojlanishida faol ishtirok etishlari faqat ta'lim mazmunini emas, balki o'qitish jarayonining usuli va tashkil etilishini, o'qishga qiziqishini, ijodiy qobiliyatini egallagan bilimlarini amalda ijodiy qo'llay bilishini rivojlantirish maqsadlarida yanada takomillashtirishni ham talab qiladi. Bu esa maktab zimmasiga yoshlarda ijodga ehtiyoj uyg'otish, ijodiy qobiliyatlar, har qanday faoliyatga ijodiy yondashish asoslarini tarkib toptirish, ijodiy masalalarni mustaqil hal etishga o'rgatish vazifasini yuklaydi. Ko'pgina o'qituvchilar o'qitishning turli metod va usullarini qo'llab, shuningdek sinfdan tashqari ishni qiziqarli tashkil etib, yaxshi o'zlashtirish natijalariga erishmoqdalar va bilimga muhabbat hamda qiziqishni singdirmoqdalar. Bunday o'qituvchilar qo'l mehnatini o'rgatishda o'quvchilarga turmush mehnati sohasidagi bilim va ko'nikmalarni singdirish bilan birga, ularda ijodiy qobiliyatlarni va bilishga qiziqishni, mustaqil faollikni o'stirishga yordam bermoqdalar. Fanimizda biz ta'limning metod va shakllarini toifalaymiz va metod va shakllarni o'rganib chiqamiz. Metodlarga biz ma'ruza, hikoya, tushuntirish, yo'riqnoma berish, namoyish, ko'rsatish, videousul. Shakllarga esa ma'ruza, seminar, amaliy mashg'ulot, laboratoriya mashg'uloti, mustaqil ishlarni misol qilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari metodlarga kitob bilan ishlash, laboratoriya usuli, mashq, amaliy ish usuli, vaziyatlar usuli, suhbat, bahs, aqliy hujum hamda ta'limiy o'yin aytishimiz mumkin. Shakllarga esa qo'shimcha sifatida kunduzgi, masofaviy, ommaviy, jamoaviy guruhlarda ishlash yoki tartibda ishlash. Toifali jadval ta'lim shakllari. Boshlang'ich sinflarda texnologiya ta'limining shakllari mazmunni yoritib beradigan toifali jadval ta'lim shakllari mavjud bo'lib, ular mavjudlik usuli, sinf ishi, sinfdan tashqari ish, ta'limni tashkil etish usuli, ma'ruza, amaliy mashg'ulot, laboratoriya mashg'uloti hamda mustaqil ish. O'quv ishini tashkil etish usuliga esa ommaviy, jamoaviy guruhlarda ishlash yoki tartibda ishlash. Metod tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, metod bu yunoncha so'zdan olingan bo'lib, metodos, ya'ni biror narsaga yo'l ma'nosini anglatadi. Ta'lim berish usuli belgilangan ta'lim berish maqsadiga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tartibli tashkil etish yo'lidir. Metod va uning turlari bilan quyidagi sxema orqali tanishib chiqamiz. Bularga og'zaki bayon qilish, tushuntirish va hikoya qilish, yo'riqnoma berish, suhbat, mashqlar, amaliy ishlar, grafik ishlar, laboratoriya ishlari, mustaqil ishlar, ekskursiya, kitob bilan ishlash ishlari kiradi. O'qitish ishlari, o'qitish metodlari bu o'qituvchi va o'quvchilarning ish usullari bo'lib, bular yordamida o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini egallashlariga erishiladi. O'qituvchi o'z amaliyotida o'qitishning xilma-xil usullaridan foydalanishi mumkin. Bitta darsning o'zida o'qitishning turli usullari qo'llanishi mumkin. O'qituvchining intilishi, xatti-harakati darsda o'quvchilarning diqqat e'tiborli susaymasligiga, fikrlarining jamlangan bo'lishiga, ularning charchamasliklari va zerikmasliklariga yo'llangan bo'lishi lozimdir. O'qituvchi darsning har bir daqiqasini qadrlab, o'quvchilarni ham shu narsaga o'rgatish muhim ahamiyatga egadir va bu shart lozimdir. O'qitish metodlari bilimlarning shunday darajada egallanishiga xizmat qilishi kerakki,
Unda o'quvchilar chizmani o'qituvchi chizgan o'lchamlar asosida emas, balki o'tilgan buyumning istalgan o'lchami bo'yicha chizib, egallagan bilimlarni amalda qo'llay olsinlar. Demak, qo'l mehnatiga o'rgatishda qo'llaniladigan asosiy uslublar tasnifi quyidagichadir. Bular: og'zaki bayon qilish, tushuntirish va hikoya qilish, yo'riqnoma berish, suhbat, laboratoriya ishlari, grafik ishlar, amaliy ishlar, mashqlar, mustaqil ishlar, ekskursiya, kitob bilan ishlash kabi ishlar kiradi. Og'zaki bayon qilish metodi ikki shaklda mavjud bo'lishi lozimdir. Mumkin. Ya'ni og'zaki metodlar bu instruktaj, kitob bilan ishlash, tushuntirish, suhbat, maktab ma'ruzasi. Tushuntirish va hikoya qilish bu bayon qilinayotgan materialning turli holatlarini xona doskasiga yozib tushuntirish, tahlil qilish, izoh berish va isbotlash orqali o'quv materialini bayon qilishdir. Hikoya: hodisa, voqea, haqiqat to'g'risida o'qituvchining monologik xabar berishi, odatda u nazariy holatlarni aniqlashtirish, o'rganayotgan materialga qiziqishni uyg'otish uchun qo'llaniladi. Hikoya qilishga asosiy talab materialni hissiy yetkazib berish, san'atkorona, ta'sirchan bayon qilish kiradi. Hikoya qilish bu dastur materialni jonli va obrazli bayon qilishdir. Bu holda yangi bilimni o'qituvchining o'zi beradi. Ba'zan suhbat davomida o'quvchilar tushuntirilayotgan narsalarni qanchalik o'zlashtirayotganliklarini aniqlash maqsadida ularga savollar bilan murojaat etish maqsadga muvofiqdir. Yo'riqnoma. Instruktaj texnologiya ta'limining samarali metodlaridan biridir. Yo'riqnomaning maqsadi o'quvchilarning amaliy faoliyatlarini uyushtirish va yo'naltirish orqali ularning amaliy bilim, ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlarini hamda ularda texnologiyaga ongli ijodiy yondashishni tarbiyalashni ta'minlashdir. Yo'riqnomaning vazifasi o'quvchilarga texnologik jarayonni ongli va to'g'ri rejalashtirishni o'rgatishdan iboratdir. Yo'riqnoma olgan o'quvchilar ishni ratsional usullarda va to'g'ri izchillikda bajara bilishlari, texnologiyani tashkil etishning belgilangan formalari va xavfsizlik texnikasi qoidalarini amalda oshirishlari, yo'l qo'yilgan xatolarni ish jarayonida tuzatishlari va ularning paydo bo'lish sabablarini bartaraf eta bilishlari kerak. Yo'riqnoma og'zaki va yozma, individual, qator yoki guruhga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Suhbat turli o'quv maqsadlarida, ya'ni o'quv dastur materialini bayon qilish, bilimlarni mavzulashtirish va chuqurlashtirish uchun takrorlash jarayonida o'quvchilarning bilimini tekshirish uchun qo'llanilishi mumkin. O'quvchilarni ulardagi qiziquvchanlikni qo'zg'ab, savollar berishga undash foydalidir. Umumlashtiruvchi suhbat yaxshi samara beradi. Masalan, 1-sinfda mashinalar, ko'makchilar mavzusi o'rganilgach, mavzu bo'yicha bilimlarni mavzuga solish, chuqurlashtirish va mustahkamlash maqsadida umumlashtiruvchi suhbat o'tkazilishi mumkin. Suhbat xuddi hikoya singari ma'lum talablarga javob berishi, ya'ni savollar shunday shakllantirilishi lozimki, ular o'quvchilar tafakkurini faollashtirsin. Mavzuni ochib berishda izchillik bo'lishi uchun suhbatning rejasi oldindan tuzib qo'yilgan savollar albatta bo'lishi kerak. O'quvchilarning diqqati qaysi fakt va xulosalarga qaratilishi oldindan belgilanishi lozimdir. Xo'p. Amaliy ishlar. Bu egallagan bilimlarni qo'llash bilan amaliy vazifalarni yechishdir. Grafik ishlar texnik texnologiyani o'rgatishda muhim o'rin egallaydi. Biror narsaning chizmasini chizishga butun bir dars, ba'zan 2 dars bag'ishlanadi. Shuning uchun texnologiya darslarida chizmani chizishga kirishdan oldin chizmachilikda o'quvchilar dastur asosida chizmalarni bajarish uchun zarur bo'lgan elementlari bilan tanishtirish lozim. Laboratoriya ishlari ta'limning turli bosqichlarida bo'lishi mumkin. Laboratoriya ishlarining o'tkazilishiga egallagan bilimlarning ishonarlilik kuchini oshiradi. Bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ularni amalda qo'llashga o'rgatish uchun xizmat qiladi. Mustaqil ishlar bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz, biroq uning topshirig'i bilan maxsus ajratilgan vaqtda bajariladigan ishlardir. Ekskursiyalar bilishga qiziqishni avj oldirishda, o'quvchilarga mustaqillik malakalarini singdirish va hayotni bilishda muhim o'rin egallaydi.